Bugün sizlarga esil pishiriqdan birini olib keldim. Murabbalık pirog Tatar millatining alayda pishiriqlaridan biri. Un 200 gram, xumar suvsiz mish 200 gram, tanfin 80 gram, buğda 7 gram, soda 5 gram, tuxum 2 dona, qatiq muvaffaq miqdorda. Biz avval un bilan suvsiz meyimizni qo'limizda talqon qilib yo'g'irib olamiz. Keynidan tanfin, poda, sodani silib, bir oqur ilashtirib olamiz. Ondan tuxumni silib, keynidan qatiqni silib, xemirni yumshoq holatda yo'g'irib olamiz. Bu xemirni 4 bo'lakka bo'lib, to'mir qiliblarni tayyorlab olamiz. Ondan har bir qilibqa mush filmda ko'rsatilgan holatda xemirimizni tekshi yeyib, mushu shaklda qilib olamiz. Buning ustiga xumarninki har xil murabbolarini silib, chiroyli raslab tayyorlab olamiz. Mana bu tayyor bo'ldi. Endi biz buni kavshang silib pishirib olamiz. Kavshangning gradusi asti 180 gradus, usti 170 gradus. 18 minutdan 20 minut atrofida pishirib olsak bo'ladi. Mana piroglarimiz pishib tayyor bo'ldi. Biz buning ustiga eris surkab, ustini chiroyli bezaklar bilan meg'izlarda mushunga o'xshash bezab tayyorlasak bo'ladi. Pirogimizni mushunda o'xshatgan xumarning murabbalariga. Xumarning murabbalarini ishlatmasangiz, piroglaringiz bunga o'xshamasligi mumkin.